Ko'pchilik bu so'z sinonimi bilan farqiga bormaydi. Bugungi o'rganadigan yangi so'zimiz challenging. Challenging qiyin degani, lekin bizda qiyin degan boshqa so'zlar ham bor. Misol uchun difficult, hard, lekin bular negativ ma'noda keladi. Ya'ni nimadirni yomonlab, u qiyin, bu ish qiyin, bu odam qiyin desangiz, difficult, hard desangiz bo'ladi. Lekin challenging so'zi qiyin degan ma'noda kelgani bilan u pozitivniy ma'noda keladi. Misol uchun, this job is challenging. Bu kasb, bu ish men uchun qiyin, lekin bu negativ ma'noda emas. U qiyin, lekin u ish menga yoqadi. Shu ish qiyin bo'lsa ham, men undan ko'proq pul topaman va u ishda maroqli vaqt o'tkazaman. Даже challenging bo'lsa ham, o'sha qiyinchiliklardan men rohatlanaman, maza qilaman degan ma'noda kelsa bo'ladi. Farqini tushundingiz? Challenging, difficult, hard bular hammasi qiyin degani, lekin challenging ijobiy ma'noda keladi. Ijobiy ma'noda nimadirni qiyin desangiz, ana o'shanda challenging desangiz bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va menga obuna bo'ling. Har kuni C1 darajadagi yangi so'zlarni o'rganib borasiz. Bye bye.